Muhammad Yusuf tilidan bitilmagan so'nggi she'r. Vido. Rizqim uzilganga o'xshaydi chog'i. Izlama hech qanday tashxisu malham, tobora avjilanar dardning o'chog'i. Yetolmasam kerak Toshkentgacha ham. Tek qo'y, qo'zg'atmagin vujudim og'rir, 50 qal'a degan yurtda ne gunoh, vatanning sharqida tug'ilib oxir, g'arbida o'lmoqni bitibdi Alloh. Ig'vo tarqatmanglar maza bemaza, mabodo yuz bersa biror bir korhol, Toshkentda ochmasin hech qanday aza, sinqoqqin Abdulla Orifga darhol. To'xta, aytib qolay, jon pishmasidan, hammasi joyida, seyf, stol, palos, faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Aytgancha, stolim chap tortmasida bir shoir yigitning qo'lyozmasi bor. Adashmasam edi yurtga qasida, shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti, suv ber bir qultum, ruh o'zin ulfati jondan toymoqda. Ota bo'lib men nima ham ko'rdim, yuragim kuymoqda, ichim kuymoqda. 4 bolamdan biri menda ko'ngli yo'q. Nima qilay axir Xudoyim aytsin, Nazira o'gaymas, uning o'g'li yo'q. Boburga aytinglar, Darxonga qaytsin. Shoirning she'rlari taqdiri derdi. Rosti ishonmasdim, bosmasdi titroq. Nahot Robbim menga shunday dard berdi, taqdirim bo'ldimi lola qizg'aldoq. Jonsiz jigarimga botmoqda tikan, qoraytirib borar yuzlarimni g'am. Aslida she'rlarim peshonam ekan, to'yin ko'rolmadim qizlarimni ham. O'lsam 3 qizimga bo'ladi og'ir, ehtimol ular ham qilishar toqat. Yig'lashib ko'nadi oxir, onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmaydi unga hech himmatingiz, o'zin ado qilar jonini yeya. Ayting sekingina Muhammadingiz ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat nechi bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoiri ham, menga havo yetmas. Jon toraydimi buncha hayalladi Azroil ham. Kelishin kutamiz, endi nachora. Bir shoir jonida intiqomi bor, aytgancha 3 kundan keyin bechora Nozima qizimning imtihoni bor. Nima bo'lara, rektorga borgin, bir iltimos qilgin uchrab o'ziga, tegsa tegibdi-da yordami axir Muhammad Yusufning bitta qiziga. Ana, kelayotir ajal pishqirib, uzmoq bo'lar rizqu saodatimni, qaysi bir so'zimda olar, ish qilib aytishga ulguray shahodatimni. Nima deysana Naziramga ayt, sho'rlikni yoz qolib qishi tushmasin, yana tilga chiqar o'zim bitgan bayt, nomard odamlarga ishi tushmasin. Unga shon kerakmas, unvon kerakmas, yetadi xilqatu xayoli degan, unvon berib ketay men unga abas, Muhammad Yusufning ayoli degan. Ichim achiyapti adabiyotga, arzirli bo'lmadi o'gitlarim ham, so'zini muhrlab abadiyatga, odam bo'larmikan shogirdlarim ham. Bilaman, yozadi qalamin o'pib, Sirojiddinlar u azim suyunlar, qo'rqaman qo'shiqchi shoirlar qo'pib, bosib kelmasmikan qaro quyunlar. Nahot o'zimdan ko'nglim to'lmasa, chala qoldi saboq, bo'ldi endi kech, faqat bir o'gitim dardi bo'lmasa, shogirdman demasin Muhammadga hech. Muhammaddan iymon, Yusufdan jamol. Yashadim lek shoir jismi bilan men, gunoh ham qilganim rostdir ehtimol, 2 payg'ambarning nomi bilan men. O'zi kechirguvchi, istig'for aytgum, dariq tutma mendan muhabbatingni, o'zingdan yaraldim o'zingga qaytgum, o'zing kechir sodda Muhammadingni. O'lim nima? Bu ham bitta sayr, ona. O'g'ling qaro yeriga ketdi. Xayr, ona.